60 yillarda Nosirang deydi. Bu endi keyin chiqdi bu modniy. Yaltiroq. Asl do'ppi mana shu o'zi. Hozir chiqadimi yo'qmi bilmayman. O'sha ham o'shizniki o'y. O'zimniki yaxshi. Men uyga borganda keyin. U boshqa turmaydi, tushib ketadi. O'ynar ekanmi? Qani o'shalar? Qani o'ynar? Ketamiz, hozir tayyorgarlik bo'lyapti. Molni qisirlatib. Sen mayda 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 Yana bağım sen mayda 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 Oladaki bulağım sen aramı canım Aramı geçerim mayda 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 Yondur geçerim sen aramı canım Mayda 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 Sen bir var kaydı Amma yar şeydi Islı kalam aşkaydı Amma yar şeydi Islı kalam aşkaydı
bo'ldi. Mashina turibdi. Ota-onasining vaqtiga, yaqinlarining vaqtiga har doim sog' salomat bo'lib, shirinlashgan farzandlarni Bo'sga chiqarsin, ota-onasi bo'lib yurish nasib bo'lsa, chiqmasdan bo'lga. Ay, PM orqasi. Rahmat Sirojin aka, shunday kunlar nasib qilgan bo'lsa, baxtli bo'lgan bo'lsa, marhamat yana navbat soling. Bir bola maktabdan qo'li qatib qolib ketdi. Qo'li mana shunday qatib qolganimish. Bunday bukilmasimish. Dadasi ko'rib, "Ha, o'g'lim, nima oldi sizga?" desa, "Kimyo darsida laboratoriya bo'luvdi. Bir suyuq dorini shetimga surtdim, qatib qoldi, qo'lim bukilmayapti." debdi. "Ye, yaxshi dori ekan u. Bizga ham ertaga jichchi olib keling." "Xo'p, dada, olib kelaman" debdi. "Olib kelsangiz 1000 so'm beraman sizga o'g'lim" debdi. Bola xursand bo'lib, ertaga o'qishga ketibdi. O'qishdan kelguncha dadasi eshigi tagida poylab o'tirgan emish. "Qachon kelar ekan o'g'lim dorini olib?" deb. "Hay, dorini olib kelibdi bola, dadasiga beribdi. Mana dada" debdi. "Siz o'g'lim yotavering, ertamatdan borishingiz tagidan 1000 so'm pul turadi. Olib ketaverasiz maktabga" debdi. Hay, tong otibdi. Bola borishin tagini qarasa 1000 so'm emas, 3000 so'm turgan emish. Ye? Ha, dadam adashmasdi-yu pul berishda. Nega 3000 bo'lib qoldi deb pulni ko'tarib dadasiga yugurib, "Dada, 1000 so'm dudingiz 3000 turibdi-yu. Nega adashdingiz?" desa, "Bolam xursand bo'lib, olavering 1000 so'm meniki, 2000 buvingiznikidir" emish.
18 yoshim bor, yorim san yorim, olmay norim, olmay norim, dilu dildorim san, 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 san.
Salomat bo'ling. O'g'il bola. Hangamani aytib bo'lmaydi. Yosh bolalar bor, balki xotin xalajlar ham bo'lishi mumkin. Bitta yarimta, ha? Aytavering desalaring ham aytaveraman. Bo'laveradimi? Qabul qilaverasizlarmi? Bir xotin bir 10 tadan ortiq tug'ibdi. Eri aytaverarmish, yana tug'asan deyverarmish. Söz bermasmish tug'asan. Keyin doktorga boribdi ayol xotin. Opay. Shunaqa pochchang tug'asan deyveradi. Menga og'ir bo'ladi, o'lib qolishi mumkin. Desam unamaydi. Bir yo'lni qiyin doktor debdi. Ha bo'pti debdi. Men unday qilaman debdi doktor. Yo'q, jonim og'riydi, unamayman debdi. Ha bo'lmasam aytganimni qilasizmi debdi. Ha qilaman debdi. Sal ovozini chiqar. Belingdan ketmayotgandir ovoz. Odamda dard bo'lmasa qiyin-da shunaqa. Bo'lmasam debdi, haydaqa jarayon bo'layotganda ovuji pochchamni ko'zi olayib qolganda chiqib ketasiz debdi. Ha pochchangni ko'zi olayib qolganda meni